Mana masjidimiz yonginasida hovli uyimiz sotilyapti. Mahalla tekis, asfalt qilingan. Yonda anhorchasi ham bor. Bo'stonliq tumani Yangiovul qishlog'i Sog'lom avlod ko'chada 29-hovli uyimiz sotilyapti. Maydonimiz 8 sotudan iborat. Kommunikatsiyadan muammo yo'q. Bu yoq tomonimiz zeleniy zonamiz. Mevali daraxtlarni ekib qo'yishgan. Ikkita hovli qilib ham bo'ladi, nima deysizlar? Bu yoq tomonda hammom, nariyoq tomonda molxonamiz. Hozir kuz fasli hosildorchilik. Bu yoq tomonda yozgi, qishki oshxonamiz bor ekan. Yonda vremyanka bitta xonasi ham bor ekan. Pechkasini qaranglar, yoshlik eslataveradi. Bu yoq tomonda binoyimizda 4 xonadan iborat, ikkita spalni, bitta detskiy, bitta mehmonxona ekan. Ko'rib turibsizlar, sharoitlar yaxshi, ichidagi hamma jihozlar qolar ekan. Aytib o'tganimdek, ichidagi hamma jihozlar qoladi. Narxiga keladigan bo'lsak, $59,900 so'ralyapti. Bo'stonliq uy bozor nomidan kelsanglar, kelishtirib beriladi. Videoga like bosib qo'ying.